Siz kim? Qo'rqib ketmang, kimligimni hozirla bilasiz. O'zingizni besib ha? Yo'q, oldi bilan menga ayting. Zoda nima keldingiz? Ekskursiya qilayotganda sizning kechada ishlaydiganligingizni bilib, sizni suratga tortib keldim. Ish qilibman, yaxshi odam. Yaxshi odam? Ha? Fotograf o'xshamamsiz. Ha, to'g'ri. Qo'lidamsa. Yo'q, men faqat qo'lingizni suratga tortib olsam bo'ladi, ha? Ha? Qo'limni? Chiroyimni tortmamsiz. Yo'q, gilam to'qiydigan shu chivar qo'lingizni tortsam bo'ldi. Toza qiziq ekansiz. Bo'ptimsa. Ha? Qani, tayyor bo'ling, ha? Yaxshi. Bo'lmadi. Chiroyingizning keragi yo'q, ha? Beshingizni bu yoqqa torting, ha? Yana torting. Okay, yaxshi. Yana birini tortay. Hay, ehtiyot qiling, shiqilib tushmang yana. Ishqisi yo'q. Qiypash turib birpash tortay deyman. Hay, tabiiy turing, ha? Qo'lingizni tuz tuting. Ha? Qo'lingizni tuzang deyman, ha? Yaxshi. Men egizga chiqib yana birini tortay, ha? Hay, avaylang, ha? Ishqisi yo'q. Vah, bu pek yaxshi kelamasmi? Chiroyingiz tushmasin deyman, ha? Beshingizni sal bu yoqqa qiling. Yaxshi. Yaxshi. Bu gilamlar qolsi chiroyli ekan. Biroq shuncha izdabmi, men keraklik heliqi nusxani topolmayapman. Biz keldik. Kechiringlar, sizlarni saqlatib qo'ydim. Echinglar. Vaqt. Tezroq. Echinglar. Shakarlik mehmonlar ko'rib baqsin. Qandaq bo'lamdiki? Emas. Xenim, bizga suratlab bersangiz bo'pti ekan. Siz izlayotgan o gilamning nusxasi zodi qanday yo'q edi? Suratlash hojasiz, mana qaranglar. Mana. Xatırlanışca, bu gilamni mushu asrning 20-yillari xo'tanlik Rashtonxa ismli bir mayir halvab to'qib chiqqan ekan. Buni bizning buvimiz setib olib Yevropaga elib ketgan. Mutaxassislarning baholashicha, bu gilam 360 yo'llik ip bilan to'qilg'achqa nusxasi mushunda ko'rkam, rangdor chiqqan ekan. Qiziqarliq shuki, buni to'quvchida cho'qim bir hikmat bor. Ko'rib turibdimizki, bu gilamning jazman jupi bor. Mana buningda bulbul bo'lsa, yana birda jazman atirgul bor. Ular praqotida ko'yayotgan bir jup oshiq mashq. Biz mushu gilamning jupdan topmoqchi, shuni deb Jungo'ga alayda keldik. Bu bulbulning mushat saqlanayotganiga uzun yillar bo'ldi. Shundaq deyalaymiz-ki, u yakigana qoldi. Uning mashqi bo'lgan atirgullik heliqi bir parcha gilam, ishonmanki jazman xotanda bor. U judolik hijronda qoldi. Do'stlar, bizga yordam qilib atirgullik oshu gilam tepishib bersanglar, ayriligiga 70 yilda oshgan bu oshiq mashqlar murodiga yetsin. Uning uchun biz sizlar yuqori badal to'lashga rozi. Bu ishni bajarmak balkim baqiyin bo'larmikin. Xotan degan cho'ngye uning ustiga uzun yil o'tib ketgan tursa, olqandek bu bir parcha gilamni. Yo'q, sizlardan o'tinay. Atirgullik oshu yigani gilamni jazman tepish kerak. Shundaqla, oshu gilamni to'qigan Rashtonxon ustining avlodlarini topayli. Shular bizga qimmati 25 ming dollarga arziydigan atirgullik oshu gilamni to'qib bersin. Ammo u texim rangdor bo'lsa, yangicha uslubga ega bo'lgan atirgullik bu katta gilam balkim teximo. Sevimlik Fibona, mening bu g'alati tasavvurimni tushunishingiz kerak. Men ashundaq rangdor narsalarni yaxshi ko'raman. Do'stlarim, do'stligimizning hurmati yuzasidan menga yordam qilinglar. Agar 2 oy ichida o'sha atirgullik gilam bilan shuni to'qigan Rashtonxon ustining avlodlari tepilsa, yegona mahbublarning tasviri bo'lgan bu gilamni qaytadan to'qitaman. O chaqda bu qadimqi bir jup gilam sizlarga mangulik qilib qoladi. Men yana zavodinglarning turli gilamlarni ishlab chiqarishni kengaytirish uchun mablag' silib zavodinglarni zo'r foydaga ega qilaman. Delis xonim,
Ürümçi Soğut Kengeşmişiğinden telefon geldi. Oh, rahmet, obdan boldu. Men Jungo'nun garbi diyardı bir qancha çoğ işini bitirip aldıgan boldum. Efendiler, kechiringlar. Rafiqam deyilsang dunyoning har qaysi joylari tijorat to'rlari bor. U degan so'zidan hargizmo yenib u har doim o'sha yagona bulbul uchun qayg'uratdi. Bulbul bilan gulni visoliga yetkazishni uzundan beri armon qilib yuratdi. Gerçi bu bir afsona bo'lsa-mu, u buni uchirtadigan qattiq ishonadi. Şoň o sizlarga 2 oylik möhlat berdi. To'xtam imzolash to'g'ri kelsa, hozirdan boshlasak bo'laveradi. Bo'pti, bekitdim. Darhol to'xtam imzolayli. Ay, to'xtab turing. Men suratga tortib olay, bu yerga keling. Egizroq tuting, ha? Yaxshi. Okey, başlıq. To'xtamnoma imzolanib bo'ldi. Janubiy Shinjongga berib atirgullik gilamni izlash, Rashidon xonning avlodlarini izlab tepish vazifasini ishimizga topshiring. Milliy hunar san'at buyumlarini dunyo savdo bozoriga kirgizish uchun har qanday qiyinchiliklar bosh egmaymiz. Meningcha başlıq. Bo'pti, qani bir qitim tavqaga tushib boqaylik. Bu ishimizning hech qanday ham qayg'imiz yo'q boytaqlar. Turgan putkinimiz mushular. Osmonda lachindek, zaminda bo'lsa yo'losdek. Dillis xonimning orliqni jiroq ko'may, bulbul bilan atirgul suratli gilamni xuddi oshiq ma'shuqlardek didorlashtirg'isi bor ekan. Meningcha bu bir yaxshi ish. Sizlar bo'lsanglar zavodimizdagi boytaqlar. Boytaqdan yana birini topayli. Zavodimizda xalchamdan boshqa boytaq odam yo'q-da. Bo'pti, xalcham bosin. Undaqda top-to'g'ri 3 odam bo'lasizlar. Başlıq. U tanha ayol tursa, biz degan boytaq erlar. Bundaq ko'z qarashdan qandaq bir ishni boshqa olib chiqqili bo'ladi. Yo'ldosh Rahmon, vaqt qiz, vazifa og'ir. Men sizlarning bu ishni boshqa olib chiqishinglarni umid qilaman. Bo'ldi, xalchamga uqtiringlar. 3 kun ichida yo'lga chiqishinglar kerak. İşçigerek oturun. He. O'rin almashtiraylik. Aeroplanda xohlagancha o'rin almashtirishga bo'lmaydi. Ma'qul degina. Buni aeroplan xodimidan so'rab baq. A tarafga boraylik. Allah ya Allah, düve kumları Allah. Kumlarıdın karsan Tez rahma aylik. Allah ya Allah. Ko'rib baqsaq bo'lamda? Mana ko'ring. Bir tal atirguli bor gilam bormidi? Undaq gilam yo'q. Qo'soqlar ko'rilyapti. Jiringlar. Mana pishdi. Kelinglar, go'shtam pishdi, kelinglar. Kelinglar. Mashinangda yeydi. Ishni olib keling, ha? Ma'qul, choy ichib turinglar. Bo'ldi. Qarag'anda gilam bozordan u atirgullik gilamni topolmoqdakmiz. Rashidon xonning avlodlarining gilam bozor gilam setish notoy. To'g'ri deysiz. Boyaq bu oylarning tahlil qilishicha, cho'nglar ko'ni gilamlarni o'ylariga esib qo'ydi ekan yoki qatlab saqlab qo'ydi ekan. Bozorda bo'lishi mumkin emas. Men amal topdim. Siz doim yerim yotib gap qilasiz. Gapni o'chig'roq qilmamsiz. 2 kundan beri do'qib yurganimiz ozmi? Shu emasmi? Qani deb baqa. Meningcha uchimiz bo'linib, o'ylay berib izlab baqaylik. Bir ajib ichi chiqib qolsa ajab emas. Men bilime Muratning o'zaldiq bir ish qilsa bor. Men yo'q, men uning fikriga qo'shilaman. Uchimiz bo'linib ko'ch-ko'chaga kiraylik. Hovlilarga kirib ziyorat qilib chiqaylik. Ha?
sahneye chiqib o'yin qo'ymagandikan, o'zingni uncha yasab ketma. Qara seni, hey. Apa, meni yasınışım bilen karın bolmuşsun. Azat Gülsanlım oyun koyup boğandan keyin meni sahne arkasıga et çıkıp artistlarning qandaq kirim qildiganligini ko'rsatmoqchi. Bo'ldi. Bizning zamonimizda uncha yasanmasaqmi? Yanili chiroyli ko'rinatdik. 16 yoshga kirmay turibla. Qaynonanining oldiga berib bo'lgan. Apa, yana og'zim ichildi. Abla, chatoq bo'ldi. Oshqisi o'tib ketdi. Ya öküle mi geldi? Yok geldi. Son geldi. He, Ufkam, bu yerda kimning uyida chiroyli gilam bor? Oyda. Qayda? Jirom, ben sizni boshlab olib boray. Bizim boramdi. Jira. Qarang, o'sha. Estağfurullah, velsitim nedir o? Ufkam, benim velsitim akıta. Tez bo'la. Bu namussuzlik şey. Dayis. Voycan, Çapsan düşe. Düşecek. Gündüzde tette atmayı kızın numara atam sen. Amma çapmışmışçı bol demek kızınızdı marmedim öğütki gilam çıkardım. Ben de sen asıl gilem o kız gelsen de mağsakçığa. Amma ben oğru emez, ben lükçekme emez. Halay yakmanı körünler. Muşt boy bilen kızların indeki keltürüşünü bilmeydiken yani dahi gilem oğurlamış. Amma ben öyünüzki gilamni setip olaydı gettim. Ben hakikaten aşındaki gilamni izlep jürgendim. Şerkep sen turkunga kargına. Muşu alın bilen danlı halvatның avladı Zahir'nin kızı tokuğun gilemni setip alalamtın dahi. Nime? Danlı halvatның avladı tokuğan demsiz? Onun ismi nime? Nerede işleydi o? Xuda Nime? şükür. Yeni dahi Zahir'nin kızının mırlap bakmıdanıptı. Bu karnı yetip bedbek. Mal seni sakçı kapırmen. Mal ha! Kızları sakçadınlar. Qarang, xeyr kelishganim ekan a? Nadi kini? Kelishgan bo'lsin, biz uni loyiq tanlamadik. Ey kalva daraza! Aş Turkun bilen biz kızlardan teliştik takaptı-da. Cırımlar! Amma çağında kılma, ben günahsız, ben de herif yok. Amma çağ! Onda kılma, ben günahsız, beni koyuydum. Bu işleri koyupdu. Bu bir işe yaramayotgan juma. Qanday qilamiz? Buni zaximlantirib qo'yaman de. Ben amal tapdım. Yurttaşlar, dostlar, ondan turib atamsizlar. Salımimni ilik ağaysizlar. Çapsam usuluğu şundaydı, öğütünüp kalay, usulu oynan da avadı mı? Ha kızlar, sen oynan lan! Kızlar tamaşa görünler. Yürünler. Ben de bunca tüner bağlığını emlik görüvatsız bu değil. Haqq tomosha bo'lyapmiz. Siz emniyet bilen kılçı hesaplaşmaydı ekansiz. Kalva daraza. Kimning qizi yorigan bo'lsa, udun ishikdan kirgan, bildingmi? Bildim. Bilib qo'y, men sen shafqatchi bo'lib qolay. Berka, qo'lingni yeyishib bitay. Bu yerdan chapsan ket. Elbette. Sizni hem anınızını yoklap gelimen. Yeni keladigan bo'lsang, opam mushuqni chiqib bitadi. Demişken.
kalvan ekansa. Atam mening erlar bilan ayrılışımdan ehtiyot qiladi, chunki men yotliq bo'lmagan. Yatliq bo'lmagan? Tushundim. Xo'shamsa. Gapimni anglanglar. Sizlarga doklad qilishim kerak. Bugun men natijaga erishdim. Albatta natijaga erishdingiz. Natijaga erishib qolmay, yana tajribalarni yakunlash kerak. Sizlar bo'ytoqlar, qizlarni ko'rsanglar, o'zinglarni bilmay qolasizlar. Bu nima gap? Gapimni anglamagan. Shipuchi tepildi. Yo'ldosh Xalcham. Gapimni anglang. Murat. O nima bo'pti? Murat. O 10-chi avlod Xalvat Zohirning qizi haqida yipuchiga ega bo'pti. Demek 30-cı yıllardaki 8-ci avlod. Siz Bu yerdikisi muhim yipuchgan. Murat! Mo'sha yipuchini bo'ylab izlab Xalvat Zohirning qizini tepish kerak. Shundaq. Bekobdan bo'pti. Rahman, biz uni bilan birga boraylik. Menimcha bundaq qilaylik. Men Murat bilan birga boray. Qandoqda menchi? Bu yerdagi cho'ng'animizning yo'limizga to'saq bo'lmasligi uchun to'rni kal yeyib askarni ikki yoqqa teng bo'lishimiz ham ikki yoqdan teng tutish qilishimiz kerak. Kutmagan yerda natijaga erishib qolsak ajab emas. To'g'ri. Men sizning fikringizni qo'llayman. Shunday qilaylik. O'zim yolg'iz xizmat qilsammi? Çataq chiqmaydi. Albatta. Albatta. Buningga gap ketmaydi-da. To'g'ri. Buchu 1 metr 40 so'm. Qarang, nima degan chiroyli. Bak qimmatga. Hey, olmasangiz armonda qolasiz. Hay, Murat. Saqa. Qo'y. Yaxshimsan? Jiraqdan kelibsizlar. Jo'ranglar, uyga boraylik. Hammacham tinchlikmi? Yaxshi. Ularning Atirgul vino zavodining tijarati kundan-kunga ro'naq tepib yotadi. Shundaqmi? 2 oy ilgari u Guangzhouga berib tajriba almashtirib keldi. Choy ichinglar. Rahmat. Tag'a. Men bu yerga komandirlik bilan kelgandim. Bizga bir kiyimlik ayollar loyiq raq tepmagan bo'lsangiz. Bilmadim. Bu yerdagi ayollar qanday raqlarni yaxshi ko'rdi ekan. Ayollar, mana mushundaq raqlarni yaxshi ko'rdi. Bo'landi ekan. Qizilidim bormi? Baba. To'xtab turinglar. Men hozirla ekilib beray. Bu velosipedni amman Guangzhoudan olg'ach ketdi ekan. Birdan saqlanglar. O'yin qo'shiq bermamsiz? Ha, rost. Sizga utuq tilayman. Rahmat. Azatgul! To'xtab turga. To'xtab tursangiz-chi. Azatgul! To'xtab tursangiz-chi. Menga faqat iltifot qilmaysiz-ku. O'li vaqtdek bo'lib o'tmaymi? Azatgul, qarang, alaysiz uchun $300 bu oltin zinarni oldim. Bu zinar Misrniki, Mo'nchig'i Arabiston. Yoqtiramsiz? Bek chiroyli ekan. Ammo bo'ynimga zinar taqsam reaksiya qildi ekan. Yana shu gapni qilasiz-ku. Men sizni chet elga olib chiqmoqchi edim. Siz bir chiroyli qiz tursangiz, bundaq to'polon shaharda nima qilasiz? Mening chiqib ko'rib kelgim bor. Ammo siz bilan chet elga chiqqim yo'q. Bu Almaxonada kechirgin saqitib qo'ydim. Bu oyoq putimni sal qistovotdi. Hey, ustan. Chiroylimikan? Bek chiroyli. Hey. Ozodgulning oldida bir necha qiz gap qilib qo'yay. Sizlar degan Isloilning qizlari haqlarning oldida kas-kamas hijoymanglar, bildinglarmi? Haqlarga ko'z qiringlarni sanmanglar, bildinglarmi?
Ular bilan salom sohatmi qilishmanglar, ha? Bildinglarmi? Bildik. Hatto biror erkak mushukmanga yo'ldan minib sanmanglar. Bildinglarmi? Bildik, hammacha. Sizlar xotirjam bo'lsizlar. Biz mushu eshikdan chiqib hech kimga gap qilmay o'tirmag'imiz. Yog'li qatib elinglar. Yüzünglarni o'ptaroq o'ranglar, ko'zinglar ochiq qasli bo'ldi. Appa, mushundaq qilsam-ku bo'la? Bo'ldi. Meninglar. Vaja. Ay, astaroq. Bu xotinga taqobil turmoq teskanda. Oyog'im Oyog'im o'zingga ogoh bo'l. Siznikiniz. Hada, so'qilib ketdi. Kechiring, Juma. Yolg'iz nima uchun qatma-qat o'rib oldingiz? Isitmadingizmi? Qo'lingizni torting, erimning ochiq keldimi? Biz atayın sizni ham apıngizni ko'gili kelgan. Men sizga shuni deb qo'yay. Opam bu qatim hushingizni cho'qim cheqib o'tdi. Men hozir Navir singlimning konsertini ko'gili mangdim. Kechirsiz. Biz mangayli shermi hayonimi bilmaydigan, ko'z oldimizda qilayotgan qilg'ining satligini. Kim biladi, at ochirishimizda mahalliy ish boshqarmasiga boramdi texi. Shuni deyman. Ular bilan neyim korimiz? Ketaveraylik. To'xtab turinglar. Sizlarning isminglar nima? Biz notanish odamlarga ismimizni zodala deb bermagan. Kechiring. Ularning ismini bilamsizlar? Aka, hada, avu pakarak hadamning ismi Azatgul, egizrak hadamning ismi Almaxon. Rahmat sizlarga. Xo'shamsa. Ey, esingni chang tut. Cho'ng Almaxon. Kichigi Ozodgulkan. Kim? Kim o? Yaxshi, yana kelishdingmi? Xat to'xtab turish. Abla, çatal Bo'ldi. Chopsam qachaylik. Voy. Almaxat gepim quloq siling. Ismini siz kim deb berdi? Allah ekan. To'g'ri. Ay, Murat. O'tir, tug'in. To'sib oldingiz. O'tiring, ma'qul. So'tdi, ayolni buchoq qilib otamsan. Ayolingiz qani? Mana. Apınızdan sizni tenha erlerge arlaştırmaydıqaligini bilətdi. Şunu ben ayalçı yasını bağın. Rostla o'xshatibsiz. Bo'ldi, biz avval singlimning usulini ko'raylik. Ay, Azatgul usulni qaltis yaxshi o'ynaydi ekan. U rostli gilam to'qish ishchisimi? Uning ismini mi bilyapsizlar? Qarg'anda Alloh sizlarga yor yurak bo'lib o'tibdi. U 10-avlod Xalvat tag'am Zoirning qizi. Biz ikkimiz bir navra ochsingil bo'lamiz. Nəhayət yaxşı. Biz alaydan sizlərini izləb görümçidik. Şundaq. Hər iş günə gilam toqalamsızlar. Yo'q,
Men bilmeyme, u bilidi. Özü gilem zavutida işleydi. Men Qaşteşi buyumları zavutida işleyme. Zahir tağam yezidi turdu. O ataqlıq, ətirgüllik gilem toquydigan kesbi aile. Әттіргілік келем? Oyun tügəndən keyin sizlər bilan biz bir az paranlaşsaq bolamdı. Boludu. Bulbul. Dadam saklavatkan bir paç ətirgüllik gilemdiki bu yopurmaq esimge kep qaldı. Bulbul qonğan şaxtiki mavi yopurmaq şununğa oxşap turdu. Onun rengi mi? Üç qavat yeşil mi? Eniq esimde yo'q. 6 yaş vaqtimda apam vafot bo'lgandan keyin dadam uni hech kimga ko'rsatmadi. Hatto o'z qo'l ostidagi qobil gilamchilarga ko'rsatmadi. Qabil gilamchi? Men onunğa yaramlıq şagird bo'la olayman. To'g'ri, ikkimiz uning shogird bo'lsak bo'g'idek. Hey. Bu ikisi dadınız üçün çoxum yaxşı işləp berdi. Qandaq? Dadam hazır bir neçə işçi qabul qılmaqçı. Məxsus ətirgüllik gilam toquydigan boğaçqa ər işçilarni qabul qılmaydı. Faqat ayol işçilarni qabul qılıdı. Əmsi men baray. 2 yıldan beri işxanda oturup qollarım qıçışıp qaldı. Əgər dadınız menin gilam toqış maharetimni görsə, cəzmən razı boladı. O degan Səhra Xəlçimədə. Sizning bu turqingiz. Dadam Səhra ayollarni qabul qılıdı. Qusur izdigili bək amraq. Hech qisi yo'q. Mening asli yurtimmi Səhrada. Kiyimga kelsak, bu bək oson. Qani men urinib baxmandim. Harbikash to'xtab turing. Men ketgandan keyin sizlar Almuxon bilan ancha-muncha uchrashib turinglar. Çataq yo'q. Sizlarga utuq tilayman. Xo'sh, amsa. Xo'sh. Ay, xo'sh amsa. Xo'sh. Xo'sh. Kovapning mezlik purug'ini sezdingmi? Bu puraq bek mezlikkan. Jura. Xizmatni mo ishlaymiz. Tomoqmi yemay bo'lmaydi-da. Kebap yalla, kebap berri. Kavap o yoqdi bu aka. Paqlan go'sht etgan kebap, kelinlar. Bizga onni berib o'tava. Onni. O ne? Tezroq. Hocam. Akila. Aldırmaqlar, həmminglar yetidi. Gulnar. Tağa, Gullar sizni ishxonada saqlab Rahmat. o'ltirdi. Qizjaq, telefon urvasan bo'lamdi. Bo'ladi. Vay. Gulnarmi? Vey, Gulnarni izlamsiz? Sal turib turing. Gulnar? Sizga telefon. Mana hozir. Rahmat sizga. Balkim o Urumchidan kelgan jiyanni topgan o'xshaydi. Vey, qadrligim sizmidingiz? Meni izlab kelibsiz-da. Kechiring, o qiz hozir ta'minlashda ekan. Yo'q, birdan dil topqil bo'lmaydi. Bo'ladi. Aldı bilan siz jiyaningiz bilan so'zlashgach turing. Aldirab ketmang. Ko'rishgan deyishmamdiq. Uyga ketmaymizmi? Bo'ladi. Birdamdan keyin darvoza oldida ko'rishaylik. Ko'rishmasak bo'lmaydi, jimi? Marhamat. Mana bu Ətirgül Şərifdidən işləngan vino içkən adamdan ko'ngli yayırıb ketidi. İçəylik. Mana bu xotanning danliq temir qavpi. Yanglash sig'i deyaveringlar, ha? Tatınmanglar. Murat, bu yil 32 yoshga kirding-ku deyman. Yo'q, 29ga kirdim. Loyiqing bormi? Texi o'ylashmadim. O'ylashmaymi yurgan bormi? O'g'il cho'ng bo'lsa o'ylanadi. Qiz cho'ng bo'lsa yotliq bo'ladi. Mening yeshimga kayakchi yursang, hargiz bo'lmaydi-jimi? Tag'in sizga xotandan bir qiz tep qo'ydi. Qoshlari qalamdek, ko'zlari bo'lsa buloqdek, sochlari qunduzdek so'mbul. Urumchining qizlarining chichi sapli kavt ekan. Ya er emas, ya ayol emas. Bekli settirdi ekan. Yanli xotanning qizlari muloyim keladi. Sizning chiqandaq? Yo'q, tağa, hammacha. Men bu qitim alaydi vazifa bilan keldim. Loyiq izlab jursam bo'lmaydi. Yaxshi ko'nglinglarga rahmat.
Man qarang baqi, Muratni chaqirib chiqsa qandaq? Ha? Shuna qilaylik. Murat, xapmay o'tirib turing. Sana deydigan muhim bir ish bor. Uyey, amay o'tirsiz-ku. Eling, ichga o'tiring, ha? Unyang, behuzur o'tiring. Zerikib qolsangiz, Xalidaning muzika deylarini alg'ach o'tirasiz. Kechirsiz, yolg'iz qoldirib qo'ydim. Hukumat shuni beceriyle. Bunu mu kılıverimiz? Hey! Bir çamada şıkbaktakini sokuyormam dok. Unutup kapsa. Dadan sakrattık çıkıda bu işini bana tapşıgan emas mı? Shu emasmi? Tog'ingiz azaldan sizning g'imigingizni yeb kelyotdi. Bo'ladi. Men o'ylanib baqay. Biroq u hargiz bilib qolmasin. Bo'lamdi. Hatırcam bol. Boldu. Hah! Sen xotlanmay bir ömür boyta xotmak misin? O özanın işi. Benim karım yok. Sizmi shu yerda turib turing. Zoiraxon. Dada, Kim deptim ettiği? Kızım Azatgül, bugün qandaq olup beni köygün kep kaldı. Gelem zadrik işlağa qandarak. ishlar bek obdan. Dada, har kuni sizni ko'rgim kelib turadi. Bugun qo'shni yezidan bir hadam keldi. Uning bu yerda ishligisi bor ekan. Uning gilam to'qishni qaltisi mardi bor ekan. Zoiraxon ustam, teshdudlimi? Olturam. Dada! Bu yoq kesli. Analari qazo topgandan beri o'zlari dematlik yosh gilamchi qizlardan boshqa hech qanday bir ayol zotga dadillarning qaramasi bo'lib qolganligini unutib qoldimi? Sizlar uning qizi bo'lgandan uni vasvasiga solmysizlar. Nemish kaltiyan ko'naki vallah. Dadam menga undaq demagan. Dadamning salomatligi qandaroq? Sizlar bilmaylar, ishti bek tortilib ketdi. Meningcha maxsus oshpaz taklif qilsaqmikin deyman. Yana arikish taklif qilamizmi? Shundoq. Uning mijozi bag'an sir g'alati bo'lib ketyapti. Ayol kishining qo'ldan chiqqan tomoqni yegisi kelmaydi. Sizlar akkagan haliq ayolni darhol yo'lga solavasizlar. Kival. Siz keling. Mening aylanishimga qarang. Men qilay. Voy, almaxonada qarang, hel kuchaylay, yana ketdim. Qaraganda ularning bizdan ayrilg'isi yo'q ekan. Hey, tushunglar. Biz mi? Düşemdik. Çaptan şeyle. Ay. Hey, to'xtab turinglar. Xotanda bundoq chiroyli universal madaniyat so'rining borligini o'ylamabdi ekanmiz. Sizlarning harakatlaringlar nafis ekan. Usullaringlardan qaraganda kasbiy artist bo'lishga munosib ekansizlar. Xalcham. Ağlab qo'yoq, biz o ikkisini alayda ish uchun izlab keldik. Mashq qilsanglar daxli qilmagandik. Dadamning ahvolini Xalcham adam sizlarga aytgandi. Agar oranglarda meningchilik bir qiz bo'lgan bo'lsa, u chaqda obdan bo'ladi. Buningda chataq yo'q.
Biz bunun amalını tapdık. Bizning aramızda bundaq kız var. Nerede? Men bu yerda. Azatgül singlim. Toza o'xshabsiz. O'tganda bir qatim bizni qaymoq turgandinglar. Endi qanday qilay deysizlar? Ayolcha sinib dadamni oldiq bormoqchimisizlar? Haqiqatan ziyrakkansiz, ha? Ya! Bizga yordam qilishingizni umid qilamiz. Atirgullik ilamni topolmasak, xo'tan kaginimiz bekor bo'ladi. Bu ish soatimizning taqdiriga bog'liq. Men jazman o'z harakatim bilan dadingizni ta'sirlantira olayman. Sizlar qilaman deganni qilmay qo'ymaydi ekansizlar. Bo'pti, urinib boqayli. Ammo dadamning oldida Zadil bulbulning ismini tilga olmanglar. Bo'lmasa u og'rib qoladi. Og'rib? Yana bor. Men berib dadangizga tamoq etib beray. Uning atirgullik ilmining sirini boshqa bir dunyoga olib ketishiga yo'l qo'ymaylik. Ha? Dadam ayol kishi aytgan tamoqni yemaydi. Shundaqmi? Andaqda hozirli bilib qolsiz. Tang 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 qarang. Tang tang tang. Ajab chaqqan gapsiz-ku, ha? Tang tang tang. Yaxshimisizlar? Sizlar yurimchiliklarsa, erlaringlar ayolga, ayollaringlar erga o'zgaralaydi ekansizlar. Sizlar bilan qandoq aralashqimiz kelar? Almaxon, menga qarang. Mana men haqiqiy o'g'il bola. Ha, muhabbat boshlanibdi-da. Men muhabbatimizga asos solmoqchi. Sen Emin aytgan bandani o'z panohingda saqla. Amin. Allohu akbar. Keldik. Dada. Dada, Ay, bu masjidning oldiga nima deb keldi? men ishkaylarni boshlab keldim. Hey, tushinglar. Assalomu alaykum Zoira xonum. Kechtiriblar. Bu yoq Rabiya hadam, sizga shogird bo'g'ili keldi. Bu yoq Hasan kam, sizga oshpaz bo'g'ili keldi. Sizningchi qandaq? Dada, tezroq bir nim demamsiz. Ular bizning Rashidinxon oilasiga ixlos qiluvchilar ekan. Ularning sizga oz to'la halol ishlab bergisi bor ekan. Sizlar atirgulni yaxshi ko'ramsizlar? Atirgul eng go'zal xushbiroq gullarning sardori. Atirgul kullar dunyosining eng nazokatli xonishi. Ularni o'yga boshlab ba. Dada. Baldırak qaytasiz, ha? Xudoga shukr. Dadam qo'shildi. Tubdan bo'ldi. Azatgul harvig'i chiqing. Qaranglar, Robiyam qaltis to'qiydi ekan. Shundoq ona chochlari ham qora, ham yiltiroq ekan. Nim degan chiroyli. Uning mahoratimi qaltis ekan. U karomat ekanchi-mu? Qaranglar. Rabiya? Usta. Rabiyam. Siz bekçiverkensiz. Mana bu lahiye mening necha yildan beri lahilerimning cevheri. Buni siz to'qib chiqing. Yiplarning rangiga qadimki o'simlik bo'yoqlarini ishlating. 360 yo'llik qilib butunlay ajdodimiz Rashidinxon zamonidagi tartib bo'yicha ishlab chiqing. Men kelib yetakchilik qilaman. Buni bir oy ichida bitirib bo'ling. Bir oy ichidami? Bu bir oy ichida
Cəzmən bitirmə. Yaxşı. Bana işleyen adamın ter dökmek amalı yok. Oy. Sizning xuddi o'g'il bolaligida qo'lingiz bor ekan bu. Belki kuchli ko'rinadi. Men necha vaqtdan dal mushundoq qo'lima ishchi qizlarni izlab yurgandim. Oxiri topdim. Rabia, siz obdan ishlang. Sizni hargizmo ziyon tatqizmayman, ha? Zoyroxun ustam, tomoq pishdi. Bu Hasan ustamning qo'li bak mutamli. Jirolar, tomoq yeyli. Jiron, tomoq yeyli. Akilam. Mən götürək. Ay, yo'q. O'zim ko'tiray. Merhamet. Oturunlar. Qani o'ltaslar. Azat kel. Dottanag'ini. Ma'qul. Gülüm, gül, gördüm seni bir gülne. İçilganda poreklep, tattım aynı sen künni. Gülüm, gül, gördüm seni bir gülne. Gördüm seni bir gülne. İçilganda poreklep, tattım aynı sen künni. İçilganda poreklep, tattım aynı sen künni. Gülüm, gül, tattım aynı sen künni. Tattım aynı sen künni. Siz kim? Un chiqaman. Kimligimni hali bilasiz. Men ekanligimni o'ylamagan bo'g'aydingiz. Qaltis yuraklikkansiz. Derezni taqamabsiz. Siz kirib edingiz, uyning klimati boshqacha bo'lib qoldi. Siz xuddi arab dashtisidan kelgan Bag'dod o'g'risiga o'xshab qoldingiz. Shundaqmi? Aldi eshikni tug'nog'in baldirla taqib o'tadi. Men faqat orqa panjaradan kira olaman-da. Aparatingizni Murat sizga berib qo'yishimni topilgandi. U sizga kerak bo'lib qopti ekan. Uningdan sirt, men sizdan xotirjam bo'la olmay, sizga yordamlashgani keldim. Sizga ko'p rahmat. Siz nima degan obdan? Endi yog'liqni elivetsangizmi bo'ladi? Hammasi uxlab bo'ldi. To'g'ri. Siz bilmaysiz, er kichik kiyim-chash kiysa boshqacha bo'lib qoladi ekan. Qarab, beshimning kepak bo'lib ketganmi?